Assalamu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izleniş programımızın 32. sanıga hoş geldinglar. Bugün biz hükümet ve hemkarlık degan tema ustida Sharqi Turkiston sürgün hükümeti Cumhur Reis Mehmet Ala efendimni suhbatga taklif qilamiz. Suhbatimizga hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahmet, cüret. Aldı bilen biz mushu Ro'za Ramazon jarayonida Sharqi Turkiston sürgün hükümeti baş ministrimiz Abdulahat Nur efendimninki her kuni bizga qilib bergan tabliğiga rahmat aytamiz. Chunki biz vatanda bilim, shu diniy bilim olish imkoniyatiga ega bo'lgan emas, dinni to'g'ri tushunish imkoniyatiga ega bo'lgan emas. Biz faqat shaklni chiqarish, quruq aqidachilik bilan shug'ullangan Abdulahat Nur efendim bizga nihoyat sistemali qilib diniy bilim berdi va Sharqi Turkistonninki mustaqillik uchun kurash qilishlar Alloh rizosi uchun bo'ladi. Bizga vacip keladi degan nuqtani bizga nihoyat aniq qilib tushuntirib berdi. Shunga biz Abdulahat Nur efendimga o'z rahmatimizni bildiramiz. Ming tashakkurlar bo'lsin. Hamda biz bugun bu temamizni davlat, hukumat va hamkorlik deb oldik. Oldi bilan doktor Mehmet Ala efendim hukumat degan hukmga bir aniqlik berib bakkan bo'lsangiz, undan keyin sizningcha bizning bu hukumatimiz davlat otimiz Sobit Damolning izini bosgan hukumatmi? Bu savol rahmet, köp rahmet. İki kısımda terkip tapıdı iken, birisi hükümet degen nime, ikincisi hazırki Sharqi Turkiston sürgün hükümeti. Aynı vakitte yani 1933-yılı 11. ayının 12. günü kurulgan 1. Sharqi Turkiston Cumhuriyeti'ge vekillik kılalam ya onun varisi mi degenken. Aldıdan hükümet degen bir hukum toğrusu kısıkçı toqtulup öte. Hükümet degenimiz halkaralık bu tabirlerge göre hem siyasi hem kanuni bir alayidlikka ve xususiyetlik ega bo'lgan bir jamoatninki bir birlashgan bir gavdasini ko'rsatdi. Hukumatninki bir necha xil alay, bir hukumat bo'lish uchun xalqaroliq ahdlarga kelishgan vaqtimizda bir necha xil alayidliklar bo'lish kerak. Uning ichidagi eng muhim alayidliklarning birisi hukumatninki territoriyasi bo'lish kerak. Ya'ni hukumatninki o'zi tarafidan belgilangan va boshqalar tarafidan e'tirof qilingan ma'lum bir territoriya birligi bo'lishi kerak. Ikkinchisi hukumatda ma'lum aholilar bo'lishi kerak. Bu aholilarning ichida hammasinki diniy jihatdan, etnik jihatdan va boshqa jihatdan o'xshash bo'lib ketishi notayin. Ammo bular shu bir hukumat, bir davlatning ichida yashagan bo'lishi kerak. Uchinchisi shu degan vaqtda bularning bir markazlashgan bir boshqarish qurilmasi, mexanizm bo'lishi kerak deymiz. Bu qurilmani ya biz prezidentlik shaklda yoki parlamentlik shaklda ilib beriladi. Bizningki sürgün hukumatimizning xarakterli parlamentlik shaklda. Ya'ni bu mandat qisqacha desak, biz Angliya bilan Amerikaningki siyosiy qurilmasini misolga olsak, Amerikaningki prezidentlikni asos qilgan, nimaninki Angliyaninki padişahlık tüzümü ostidagi parlament tüzümünü asas qilgan bo'ldi. Albatta bizning Sharqi Turkiston sürgün hükümetining padişahlık bir xarakteri yo'q, faqat bizning asas qonunimizga ko'ra tashkillangan parlament orqali o'zining xizmatini yurgizdi. Anadan keyin to'rtinchisi hukumat nimani, davlatning xarakterini to'xtalib o'taman. To'rtinchisi devletninki igilik huquq bo'lishi kerak. İngilizce sovereignty deymiz. Bu sovereignty deganimiz shu vaqtda o'zininki territoriyasining ichidan ham yerda yurgiziladigan o'zininki bir yurish qonunlari bo'lishi kerak. Ham bu qonunlari boshqa davlatlar tomonidan e'tirof qilingan. Texnik muhimi igilik huquq degan shu davlatninki o'ziga xo'jaligini bildiradigan alohidliklarning biri bo'lib, bu alohidlik ularninki boshqa davlatlar bilan bo'lgan diplomatiya, iqtisod va boshqa jihatdagi ilish berish ishlarini olib berishda muhim o'rinda turdi. Hamda shu to'rt xil alohidlik soha vaqtimizda ayni vaqtdagi bizningki hamda men bu Sobit Damollar qurgan hukumatning nimasiga ma'lum. Bu alohidliklarda masalan Sobit Damollarninki ayni vaqt 1933-yil qurgan vaqtida markaziy bir hokimiyat boshqarish sistemasini Qashqarda qurgan. İkincisi bu yerda territoriya birligida ayni vaqtda ahvolga ko'ra Xotandan tortib toki Oqsuqcha bir doirada o'zinki territoriyalik doirada yashayotgan xalqlarga, jumladan Uyg'ur va boshqa millatlarga o'zlarininki bir davlat asli yashagan fuqarolik bir qonuni bo'yicha ular muomala qilgan. Anadan keyin bularninki
parlamenti bo'lgan, ministerlikleri bo'lgan, eng muhimi armiyasi bo'lgan. Armiyasida ba'zida dastlabida 4,7 ming cho'g'ilmoqda, eng oxirida takip mag'lublash ilgari bularning armiyasining soni 13 mingga qadar bo'lgan. Bular 1933-yili 11 ayning 12 kuni Qashqarninki Tümen daryosының bo'yida Ko'nchi mahallasi degan bir mahalla bor. Bizning maktabninki hozirgi atalmış Qashqar universitetininki yeniga to'g'ri kelgan Tümen daryosi bo'yiga kelgan bir yer bor. Shu yerda bir maydon bor ekan, shu yerda bayroq chiqarib bular. Ya'ni hozirgi ay yulduzlik ko'k bayroqni chiqarib, bular shu yerda o necha ming odam Qashqar xalqi 10 mingdek odam deyildi ekan tarixda. 10 mingdek odam kelib, bularning ko'p qismi ziyolilar, ashadagi hunarvand kasblar, texnika muhimi maktab va ularning o'quvchilari bo'lib, bular taki Qashqardagi aytgani oldiga berib, shu ar to'lab nutq so'zlab bordi ekanda. Endi men bu yerda Sabit Damillamningki ayni vaqtda bu ishlar intayin ochqishli rol o'ynagan bir shaxs ekanligini deb o'tmoqchiman. Chunki bundaq deyishimning sababi ayni vaqtda qurilgan birinchi Sharq Turkiston Cumhuriyetininki asos qonunini hozir o'qib chiqdim. Boshqa tarixlarni qilib, meni diqqatimni tortgan bir nechta nuqta ana hozir men o'zim o'qiyadim deb biri hozir. Birinchisi Sharqi Turkiston tuprog'ida Xitoyninki diktatorlik boshqarishini chuqur oxirlashtirish kerak deyilibdi. Birinchisi asos qonunninki. Ikkinchisi her qaysi uluslarninki nationality debdi. Uluslarninki baraberlikki ostiga o'rnatilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetini erkin ve mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetini barpo qilish debdi. Endi bu yerda ulus degan gap nimamizga diqqatimizga kiritdi. Davlat, hukumat ve ulus degan uch qum bor bu yerda. Endi ben buni mushu bizningki birinchi Cumhuriyetninki asos qonunninki birinchi, ikkinchi maddesiga bu ahvol mazmunlarga ko'ra deymanda, davlat deganimiz aba degandek 4 xil shartni o'z ichiga qondira oladigan siyosiy va qonuniy bir nimani ko'rsatdi, gavdani ko'rsatdi. Hamda ulus deganimiz shuning ichida yashayotgan o'zgacha bu ulusning ko'proq alayliklari, bular kultural alayliklarga ega. Masalan, Uyg'ur ulusi, Qozoq ulusi, masalan, ayni vaqtda birinchi va ikkinchi Cumhuriyet vaqtida bular ulus deyishga bo'ladi. Bu uluslar shu davlatning ichida yoki markaziy hukumatning ichida yashaydi, yoki federatsiya shaklida her bir ulus, masalan, Uyg'ur ulusi o'zininki alayliklar bo'yicha o'ziga berilgan qonunlar bo'yicha, asos qonundagi qonunlar bo'yicha yashaydi. Hamda Xitoyninki 1949-yildan keyingi mustamlik siyosati apog'ida uluslik alaylik ega bo'lgan bu etnik guruhlarni taraytib, asonlik millatlashtirish va bu orqali bularni birsi davlat qurilmaslik qilish. Chunki Xitoyning asos qonunida avtonom rayonlik nimasiga salohiyati berilgan bu asonlik atalmış asonlik millatlarninki davlat qurish huquqi bo'lmaydi. Chunki Xitoyning nimasi federatsiya sistemasi emas. Ayni vaqtdagi sobiq Sovet ittifoqiga o'xshamas. Sobiq Sovet ittifoqi har bir respublikada, har bir ulusda, masalan, O'zbekiston o'zbek ulusiga, Qozog'iston qozoq ulusiga vaqt kelgan vaqtida saylam referendum orqali sobiq Sovet ittifoqidan ayrilib chiqish huquqini asos qonunda bergan bo'ldi. Ammo Xitoyning ayni vaqtdagi asos qonunda bunda bir narsa yo'q. Demak, bu qip-qizil bir xil mustamlik siyosatida ayni vaqtdagi davlat qurgan, uluslashgan bu etnik guruhlarninki davlat qurish tushuniga berilgan eng chong zarbalarning birisi bo'ldi. Hamda gapimizga qaytib, uchinchisi hukumat. Hukumat bilan yana bu nima o'tirisida ulus va davlat o'tirisida farq bo'ladi. Davlat degan mangulik. Agar u munqazil qilinsa, u mangulik bir nim bo'ladi. Bir siyosiy bir gavda bo'ladi. Ammo hukumat degan davlatninki asos qonuniga ko'ra uninki asos qonunda belgilangan turlik vazifalarni va uninki kundalik ish tartiblarini olib boradigan ma'lum bir kishilarning to'pidan, mayli ular siyosiy partiya orqali gavdalangan bo'lsa, ideologiya bo'yicha ideologiyani gavdalantirsin, ma'lum bir kishilar to'pidan tarkib topgan bo'ldi. Hukumat davlatga shu vaqtning o'zida saylangan surukning ichida vakillik qiladi, ammo hukumat davlatning rolini o'ynay olmaydi. Hukumat vaqtliq bir
ma'lum bir grup bularninki saylamda barliq kelgan grup bularninki shu hukumatning asosiy qonunda berilgan imtiyozlar bo'yicha o'zining xizmatini yurgizadigan bir to'pliqni ko'rsatdi, siyosiy to'pliqni ko'rsatdi. Bizning hamda savolimizga o'ziga kelsam, hamda Sharq Turkiston surgundi hukumati bu yerdagi birinchisi hukumat alayligimiz bor bizningki. Biz Sharq Turkiston davlatininki surgunda turayotgan hukumatimiz. Bizim asas qonunimiz dal Sabit Damullamninki ayni vaqtdagi shu hukumatning tuzib chiqqan asas qonuniga izchil varis qilib kelyapmiz. Biz dal birinchisi Sharq Turkistondagi Xitoy ishg'oliyatini oxirlashtirish, ikkinchisi Sharq Turkistonda yashayotgan turli uluslarninki, nationalitiesninki, ethnic minoritiesning emas, asalliq millatning emas, uluslarninki erkin va mustaqillik asosida qurilgan hur Sharq Turkistonni qurishdan iborat bu siyosiy g'oyaga varis qilib menayotgan bo'lamiz. To'g'ri. Shu sababdan biz Sabit Damullamninki buningdan zodi 100 yillar burungi shu ulug' va buyuk siyosiy g'oyasiga biz chet elda shunga varis qilyapmiz. Ammo bizningki surgundilik alayligimiz bor. Nima uchun? Chunki surgunda bo'lishimizning sababi bizningki Sharq Turkiston davlati munqarz bo'lib, Sharq Turkistonninki ayni vaqtdagi hukumati o'zininki Sharq Turkistondagi xizmatlarini elib berish mumkinsiz bo'lgandan keyin Sharq Turkiston 2-Cumhuriyatninki xizmati asosan mustamlikaga tushgandan keyin biz keyin chet elda yani yaqin yani 2004-yil qurilgan bo'lsa Sharq Turkiston surgun hukumati biz shu ikki Cumhuriyatninki mustamlik sharoitida elib berishga mumkinsiz bo'lgan xizmatlarni, ya'ni g'oyasini, asosiy qonunda belgilangan g'oyasini chet ellarda davomlashtirish sabablik biz qurilgan. Bizningki g'oyamiz ularnikidan hech farqlanmaydi. O'xshashda g'oyamiz. Ammo bu yerda bizda turli Sharq Turkiston surgundi hukumatimizda turli shakllardagi ixtiloflar, ishga bo'linishlar, turli shakllarda bo'ldi. Ammo men shuni intayin faxr bilan ayta olamanki, Sharq Turkiston surgundi hukumati hech vaqt o'zining g'oyasidan toymadi. Sabit Damullam bizga qanday o'rgatgan va bizga qanday yo'l yo'riq bergan bo'lsa, biz hozirgacha shu o'rgat bo'yicha jumladan muqaddas asosiy qonunimiz bo'yicha ish qilib keldik. Qilmagan yerimiz bo'lishi mumkin, xatolik o'tkazgan bo'lishimiz mumkin, ammo biz bu ulug'vor shu asosiy qonunimizdagi tubki prinsipidan hech taymadik, ham bundan keyin taymaymiz. Bu jihatda ilib etgan vaqtda Sharq Turkiston hozirgi surgun hukumatini bizningki ayni vaqtdagi Sabit Damullam va 2-Cumhuriyat vaqtimizda qurilgan ikki muborak jumhuriyatimizningki asosiy qonunidagi tubki prinsiplarni hozircha abbag'ichi uni izchillashtiruvchi va uni keyingi avlodlarga o'tkazib berguchi xarakterdagi bunday bir hukumat deyish. Endi oxir bir nuqtani ketib qo'ysam, bizning surgunti hukumatimiz chet elda vaqtliq o'rinda turdi. Bu deganlik, agar bizning rahbarligimiz va boshqa xil kuchlarning rahbarligi bilan Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga olsak, biz avtomatik tarqab ketamiz. Bizning vazifamiz tamomlangan bo'ladi. Shuning bilan biz butun huquqni, yoki chet eldagi bizning yapgan bütün faaliyetlerimiz, tecrübelerimiz ve bizdeki kanunilikle üstteki kurulan barlık imtiyazlarımızdan hemmini, siyasi imtiyazlarımızdan hemmini kurulgusu, yani kurulgan Şarkı Türkistan hükümetine, yani cümleden devletine tavşirip veririz. Çünkü biz devlet hizmet kıyıcılarımız. Biz devletin çakırıyız. Devletin aldıda biz fakat onun iradesini iş aşağı kişilerimiz. Doğru. Devlet hemmiden üstün durdu. Şarkı Türkistan devleti en mukaddes hemmeden üstün turdi. Hükümet fakat onun hizmet kıldı. Doğru. Bu hükümlerine ait, doğruna ait iniq qilib javob berdingiz. Biz birinchi Cumhuriyetning yo'ldan manganlar va ikkinchi Cumhuriyetning varislik qilganlar. Hamda biz vaqt munosabati bilan ikkinchi savolga o'taylik. Amerika majlisiga Sharq Turkiston ishg'ol qilingan davlat degan qarorni og'izish imzo faoliyatida qo'l qo'ygan tashkilotlar bilan hamkorlashish qadam bosqichimiz nagacha keldi? Siz shuni bir so'zlagan bo'lsangiz. Bizningki hükümetimiz tarafından başlangan ve tutukluk ahırlaşkan deyişki buludu. Bizdeki kongreske sunulgan, yani bu xatlı sunuldu. O Şarkı Türkistan'daki besillengan devlet ikenliğinin ibaret bu çakırıknamıga avaz koyuş işlerimiz ahırlaştı. Bununla 61 teşkilat imza koydu.
men bu yerda yana bir qatam ularga rahmat aytaman. Albatta 61 tashkilotning ichida bizga tonishlik bo'lgan va tonishlik bo'lmagan ba'zi tashkilotlar bor. Bizdeki asaslık ölçümümüz bu teşkilatlarınki çokum öztürüvatkan devletke tizimge aldırılgan boluştan ibaret aldırgı bir şartını kıldık. Hem bunun için bizdeki İçki İşler Ministerlikimiz ma'lum vaqtlarni sarf qilish orqali bu tashkilotlarninki tizimlikini tug'izib ularga nisbatan SWOT analizi yapdik. SWOT analizi deganimiz bu g'arbda mushu ma'lum bir organning tashkilotninki ortiqchiliklari, kamchiliklari, ularninki yo'shirin iqtidorli yoki potensialliklari va ular uchragan xiristlar qatorliq 4 omil orqali olib boriladigan keng ko'lamlik sistemlik bir analiz metodini ko'rsatdi. Bu bek ko'p qo'llanilgan metod g'arbda. Biz shu metodni asos qilib turib, biz bu 61 tashkilotlarninki qarta oq ko'rinish bir tadqiqotni olib bordik. Bu yerda bizning bayqaganlarimiz ba'zi bizga imzo qo'ygan, bizni qo'lladi deb qaragan ba'zi tashkilotlarninki oq ko'rinishi biz o'ylagandek aniq bo'lmadi. Biz ularning xarakteriga baho bermoqchi emas. Faqat o'lchimimizga tushmasa, ular bilan bo'lgan albatta ko'pincha aloqa qildik bularninki. Bizga texnik ko'plagan materiallarni ta'minlash haqida. Biz hozir asosan bu bosqichlarni tamomladik. Ham ularga bizningki pat arada bizningki mushu ayni vaqtdagi chaqiriqqa ovoz qo'shgan tashkilotlarni yig'ilish bilan bir yig'in etish o'yimizning borligini dedik va bu yig'in etish uchun biz o'zimizningki oldimizga olib 4 yillik planimizningki qisqartirilgan ham jamoatga oshkor qilsa bo'ladi deb qaralgan qismlarni avatib berib, agar mushu tashkilotlar mushu bizning oldimizga 4 yillik planimizda qaysi bir turga qarata o'ziningki odam, moliya, ijtimoiy va boshqa jihatda qobiliyati bo'lsa, bizdan hamkorlik turlari bilan o'rnashsa, hattoki bizningki hukumatimizning ichida ba'zi bir ministerliklarda ba'zi bir nimalar bor, ba'zi bir sohalar bor, bu yerda ehtiyojli ba'zi bir ixtisosliklar ehtiyojli sohalarimiz bor. Biz bu vaqtda o'zimizningki shu butun hukumatimizningki rahbarlik sxemasini avatdik. Bu orqali bizning qaysi sohalarga, qanday odamlarga ehtiyoj ekanligini ularga bildirdik. Bu orqali biz o'zaro to'liqlash xarakterli hamda hukumat bo'lish ustimizdan en asaslı mesela tashqi ishlar, ichki ishlar, moliya qatorliq cho'ng-cho'ng ham muhim ochqichlik umurtqilik sohalarimiz aslida odamlarimiz to'liq biznikida. Ammo bizningki yangidan ichayotgan ham kelgusida qildirishimiz mumkin deb qaralgan masalan ma'rif deymiz. Tarbiyalash deymiz. Tarbiyalashga vaqtimiz bor. Buning tarbiyalash turlari intayin ko'p bo'ladi. Uning ustiga bizning xalqimiz haqiqiy xalqaroliq bilimlar bo'yicha hokimiyat boshqarish qatorliq shakllarda hamda bilimimiz kam, uzoq yil biz terbiyesiz ve hakimiyetinin mühim asas açıkçılık ve naatilik sezgür kısımlarına yakın keltirilmeslik sebepten bazı bilmezlikimiz inek. Hatta benim ügünlüğün nurga yerlerim var. Bu cihette biz yanılla eğer aramızda ixtisaslı adımlar olsa bularınki bizden hemkarlaşını talep kılıp bularla alaka kıldık. Hazır bu alakamız asasen ahırlaştı. Hem de biz pat yakında bularla yığılış ötkizimiz. Tekidimi mühimi biz muşu biz ayrıp çıkan ve bizden hemkarlaş mümkünçülük var deb qarab bekitken teşkilatlar ve ularninki qo'lliq a'zolari bilan yani o'zlari bizga nomzodlik ko'rsatib bergan a'zolari bilan bir Sharq Turkiston mustaqillik munbiri deb bir tor munbiri qurib bu kundalik o'zaro suhbatlashish, o'zaro fikrlashish va ba'zi proyektlarni muzokara qilish va bu orqali bu proyektlarni amaliyotga aylantirib yani əməlləşdiriş işlərini yapmakçı. Bu cəhəti ilib etqə vaxtıda biz asaslıq özümüzdənki xizmətlər bizdə qəlbilik orundurduq deb qarayman. Amma bir yeri əmdə sən vaqt getdi çünki 61 təşkilatınki içindeki biz bildiğen bilmediğanlar haqqında bizimki tonuşumuzni çoğunqurlaşdırış və bunlar haqqında obyektiv paketlik analizlarını əppiriş əlbəttə hökumətimiz üçün məlum cəhətdə bir yenilik ve biz ügünüş fırsatı oldu. Bu cihetten elbette kabakta vakit sel ketip kaldı. Onun üstüne Roz Ramazan boldu, başka işler kılıp hizmetimiz sel nemolap kaldı. Selikti, sel geçip kaldı. Ama hazır aslında ahırlaştı. Bizden yakında, pat yakında bizden muş ayına ahırısta
Bizninki aylık bir yığınımız var. Yığında bu tertipler, tepsili halda bizninki milletvekilleriga, parlament a'zolariga uqtirildi ve ularninki ma'qulligidan o'tkazilgandan keyin biz kelar oydan tartib bularni amallashtirish uchun tirishamiz. Rahmat, rahmat. Buni aytib sistemalik hukumatning qoidasiga uyg'un oldik. Hamda ba'zilar aldirib bu hech qanday bir ish chiqmadi deb yamonbek jiq gaplar bo'ldi, ammo bir ishni qilmoq u gapni degandek unda oson bo'lmaydi. Bay siz deganligingizni hammadan uqdik. Bir hukumatning ishini qilmoq uchun uningga oldin kim deganda tekshirish kerak, undan keyin boshqalarning fikrini olish kerak degandek. Hozir mana naytdi yaxshi yerga tushib Sharqiy Turkiston mustaqillik hamkorlik munbirini qurilish oldida turibdi. Ko'pdan ko'p rahmat, bu ishlarimiz nayt yaxshi yurishibdi. Biz ham bizmi deyishdik hukumat o'lat degandek. Endi ammo biz yanada davomli qurultayimizdan keyin hukumatimizning ishlari rizq tushdi deb qarayapsakmi, ammo biz davomli usti qurilma, markaziy hukumat degandek bir masalalarga uchrab turibmiz. Buning o'rni bormi? Men abay deganimdek Sharqiy Turkiston davlati bek büyük, bek muqaddas bir barliq, bu bir gavda, bu mavjud bo'lgan. Uningdan ustun turgan narsa bor. Üstü birlik deganning hammasining uning ustida hech kim bo'lolmaydi. To'g'ri. Biz Sharqiy Turkiston ulusi mavjud bo'ldi ekanmiz, bu davlatni hargiz beshimizning ustidan olmaymiz, ham og'izmaymiz. To'g'ri. Bu jihatda men shuni ayta olamanki, amaliyotda Sharqiy Turkiston davlati degan bir hukum, hatto ba'zilar uchun g'oya, hatto ba'zilar uchun quruq xiyol bo'lsa-mu, bu bek yo'g'on, yomon saltanatlik, buning o'ddisidan chiqmoq yomon ta'sir ish bu. Bu Noqolalda 20 asrda ikki qitim qurilib mag'lub bo'lgan ashu davlatni va uningki xalqlarini ko'rsatmaydi. Bu 1000 yildan oshgan Uyg'ur, ya'ni Türk qavmi desak, Uyg'urlarni yoki hozirgi ba'zi bir atallar bo'lsak, Uyg'ur Türklerininki 1000 yildan ortgan, 2000 yildan ortgan Xitoyliklar robro turib ilishgan bunda bir ulusninki üzülmey kelayotgan bir davlatchilik ideyasining davomlashishi bu. To'g'ri. Bunda oson ish emas bu. Biz necha ming yil biz tarqaq alida Aqsuliq, Xotellik, Dijmi deb mavjud bo'lmadik. Belki bir davlat ustida. Mayli biz Qarxonlar, onun bir Uyg'ur Orxon Uyg'ur xalqi bo'lsin, Qarxonlar davlati bo'lsin, ham Qarxonlar davlati vaqtida mayli bizningki Turpanda qurilgan Idiqut Uyg'ur xalqi bo'lsin, qatorliqlar bo'lsin. Hattoki Kuchada qurilgan xalqning necha ming yillik tarixi bor. Xotellikning texnikum shunda. Demak biz bir uyushib bir davlat qurgan 1870-yillarda Qashqariyada iborat bir davlat qurgan. Uningdan keyin biz 1931-yilda bir davlat qurgan. Bunda bir ulusning bir a'zosi biz. Bu jihatdan elbette vaqtda biz bir davlatimiz bo'lganligimiz hem bu davlatimizningki ana shu muqaddas irodasini davomlashtirib kelayotgan bir hukumatning borligidan faxrlanishimiz kerak. Qarindoshlar, faxrlanib do'ppimizni ustini itishimiz kerak. Biz bir davlat qurib batgan bu 100 yillik ish emas bu. Yoki bir 30 45 bo'layotgan ish emas bu. 1000 yillik bir ish. Biz nima uchun yo'qolmadik? Chunki biz 1000 yilning yozi ota bo'lmi O'g'iz xondan tortib, bilingan tarixdan tortib taki İlhan Töre ve başka bizden rehberlerimiz kurgan neçe ming yıllık tarihte biz bir devlet kurgan büyük bir kültürünü yaratkan hem aşı bizden Avro Asya'daki bir uluk var bir sivilizasyonunki yoki bir medeniyetninki bir parçası onun töküp koşkan bir ulus biz. Şunun varisleri biz fakat bu Xitayninki bu hazırki Muslim çıkmaganlığımızda uluğu boysunup özümüzdeki 1000 yıllık ecdatlarımız kurgan, kan küçük kurgan devletçilik annemizge hıyanat hesap olmaydı. Ben abay dedim, bu hükümet aşı büyük 2000 yıldan artık olgan, tarih kurulgan aşı büyük bir devletçilik ideyasiga, devletçilik ananesiga ve devletçilik gayesiga hizmet kılıdı bu hükümet degen. Sizlar şunun içinde, şunun için eğer bu devletçilik ideyasiga eğer sizlar İşlenmesenler,
2000 yıllık tarixinizga işenmegen bolsa, bu mening da'vatgan gapim emas. Yoki mening sizlarga hukumatimizga ishonishinglar uchun men bu gapni demayapman. Men bunda bir büyük bir tarixning oldida tilim kekashlaydi meningki. Nimishqa? Bu o kadar muqaddas bir tarix. Hem bizga baş tortmas bir mecburiyetni yüklaydigan bir tarix. Biz 1949'dan keyin mustamlikaga tushdik. Esingizda bo'lsin. Dunyoda mangulik imperiya bo'lgan emas. Dunyoni titratgan, Yevropani o'zininki ostida dir-dir titratgan Rim imperiyasimi ichidan vayron bo'lgan. Nima uchun vayron bo'lgan? Nurg'un sabablar bor. Birinchisi eng muhim bir sabab nima esa davlatchilik an'anasi unutilgan. Halaqa public morality deymiz. Ya'ni avomning axloqi buzilgan. Nimaning muqaddasligi astin üstün bo'lib ketgan. Bizda mana shunday bir narsa bo'lsa bo'lmaydi. To'g'ri, biz hozir irqiy qirg'inchilikka ketyapmiz. Irqiy qirg'inchilikning asosiy maqsadi davlatningki 4 cho'ng putiningki birsini vayron qilish. U nima desa aholi. Ya'ni aholini vayron qilish, aholini qirish, shu orqali o aholininki qayta o'rnidan turib o'zining davlatini asli keltirishni mumkinsiz ishga aylantirish. Unutmaylikki, bizningki territoriyamiz bor. Sharq Turkiston territoriyasi aniq. Aholimiz vayronchilik uchrayotidi. Markaziy bir boshqarish sistemimiz yo'q. Egilik huquqimiz dafsandoga yoki Xitoyning ishg'oliyati ostida. Bularning uchini barliq keltirgili bo'ladi. Biz davlatni olsak, territoriyamiz bo'ladi, ulusimiz bor, xalqimiz bor. Egilik huquqimizni asli keltira olamiz. Ama ahali, yani xalq intan muhim o'rin turdi. Bu hozir vayron qilinyapti. Uning qetib kültürümüz, dinimiz ve başka bizdeki muhim kültürel baylıklarımız ve kültürel umurtlarımız vayron qilinyapti. Ama shunday bo'lsa-mu, biz bu davlatchilik idisi yang'irimiz yo'q. Hem yansak bo'lmaydi. Nima uchun? Agar buningda yansak, biz buningki mavjud turolmaymiz. Abay dedim, bizningki 2000 yildan ortiq tarixdan mavjud turishimizga eng asosiy sababning birisi biz har vaqt bir davlatlik qurilmasining ichiga kirib turdik. Germaniyalik bir nimaning bir gapi bor. Her 3 Türk bir yakasa bir davlat qurdi degan bir gapi bor. Bu Türkchilikniki bu gindik narsa, bu bir millatningki angsizligidagi bir narsa. Ammo hozirgi ahvolimiz, bularga chet eldagi ahvolimiz intayin ichinishliq. Nima uchun degan vaqtida davlatchilik idisida bir nim bo'lib jug'linib turanmayapmiz. Ya'ni mayli qanday tashkilotni qur, mayli qanday faoliyatni qil, mayli qaysi ideologik nima qil, ammo eng ustun davlat bor, davlatga xizmat qilish bor. Buning uchun birlik kelishimiz kerak. Agar buningga birlik kelinmay qolib qolsak, bu davlatchilik ideyasini amalga oshirish intayin tashkil. Men bu yerda faqat bir nuqta deb qo'yay. Men yana bugun aytgan 1874-yilda Avstraliyaninki Adelaide degan shahrida Janub Yulduzi deydigan bir gazet bor ekan. Inglizcha gazet. Bu vaqtda ilgari men Twitterda birini atgan, men ilgari hozir shuni eskartib qo'yay. Buningda Sharq Turkistonning vaziyati analiz qilingan maqola ekan. Odamni hayron qoldirgan maqola, gazet maqolasi bu. Uni asosi menda bor. Uningda debdi Yoqubbekni to'g'risi to'xtalib, Yoqubbek to'g'risida yuqori baho berib, kelib Yoqubbek bilan ayni vaqtdagi Angliya imperiyasiniki tuzgan to'xtamlari bor ekan, savdo to'xtamlari bor ekan. Yoqubbek bilan uni usta diplomat deb tanishtirib kelib, ayni vaqtdagi Sharq Turkistondagi 3 hukmdor o'rtasidagi talash tortish va ichki nizo to'g'risida qisqacha o'tib ketibdi. Uni debdi Sharq Turkistonda 3 cho'ng hukmdor bor debdi. Bularning birisi Yoqubbek Qashqarni markaz qilgan. Habibullah Xon Xotanni markaz qilgan va Kuchani markaz qilgan Rashidin Xon. Bular 300 ziddiyat shunda o'tkirki, ularning bir-biriga o'chmanligi, ularning Xitoyga o'chmanligini qilishmaydi debdi. Men anglashaq bir savol qo'yman. Bu Xitoyning kalla jo'shininki mahsulimi? Yo'q, Xitoy yo'q bu chaqda. Kallamizni jo'g'ida Xitoy yo'q. Bu nimaning mahsuli? Nimaning mahsuli bu? Bizdeki siyasi jihatda qanchalik ayni vaqtdagi bizning davlatlikda tayyorligimizning mahsuli. Davlat bo'lgan vaqtida bu yerda bir hamkorlik, hech bo'lmasa bu yerda bir-birini o'chkirib ketsimi, dushmani kabi o'chkirmaydi. Chunki dushman aniq bo'lish kerak bu yerda.
1874-de yazılgan bu makalani hazırkını alsak, bunun da biz 150 yıldak vakit var. Hazır ahval qarab bakaylı. Okmoqşaş. Şərq Türkistan'daki sürgünde yaşavatqanlarının arasındaki lider yoki hükümdar yoki elning beshida qaralganlar o'tirsan Yaqub Bekning davriga seçtirip. Men 20 asr to'xtalmay. To'xtalsa u yamanca qilib ketadi. Demak, bu yerda bir izchillik bor. Devlet ideyasidan kechish o'zininki shaxsiy nam menfaatini chiqarish uchun tijash. Bir arığı kelmaslik, kichik podshoh bo'lib olish, cho'ng menfaatni birlik kelmaslik, buni biz devlet kılınan hainlik demez. Her kanda 5-10 ulap ketken adam olsun buni hainlik qilgan bo'ladi. Doğru. 150 yıldan beri bu yerda Xitoyni nima qilib Xitoyning sababi deb olmanglar. Bu günah, bu mesele bizning ustimizda. 1874-yilda Xitoy yo'q, men abay dedim. Yo'qdi Xitoy, asosan yo'qdi. Biz o'zimizga xo'jaylik qilib qo'ydik. Chet eldimi? Texadimi keskin desem, aramızda bir Xitoy yo'q. Kelib aloqa qilayotgan bir Xitoy yo'q. Ammo Xitoyning odamlari bor. Jiroqda Xitoy bor. Bu orqali biz birga kelayotamiz. Agar ilgarigilari, ya'ni Yaqub Bek davridagilar bir-biz ko'rgan manmanchilikdan buni da Yaqub Bek dexe un qadar emas. Yaqub Bek ayni vaqtda Sharq Turkistonni bir davlatningki territoriyasi ichidagi uluslar aylantirish va davlatning egilik huquqini tiklash jihatda intayin unutilg'isiz xizmatlarni qilgan odam. Shuning uchunmi Yaqub Bekning qayg'usini topib bo'lmaydi. Nimishqa Xitoy portretga keldi. Eng ashaddiy dushmanlarning birisi. Ya'ni Xitoyning eng ashaddiy dushmani bizning eng ulug' qahramonlarimizning birisi bo'lish kerak desiz. Nima oddiy desak buni. Ammo qolgan ikkisi bag'razlik qilganlik uchun oxirida Chunsolsiga nim bo'ldi, vayron bo'ldi. Aşağıda makal depte hasretlen. Yaqub Bek öldürülgenden keyin onun varislerininki hiç qasda uningdek yiroqni ko'rarlik va uningdek bir jasoratni ko'rgil bo'lmadi deb og'irlashtirdi makalni. Doğru. Sizin degeningizdek bizde çoğum devlet için hizmet kıldıgan devlet için aramızdaki ziddiyetini ayırıp koyup her kanda teşkilatlı bir yakildiğin bir hemkarlık oluşu gerek. Biz hemkarlık için kolumuzu sunduk. Başka teşkilatlarının bizden etrafımızda o işini ümit kılımız. Hem de biz adette biz torlarda görmez. Bu gep söz yaman cep, iş az. Biz programның vaqtını kontrol qılaylı deb o'ylashdik. Müştabda hazır 34 minut tuttu. Asli bizden değişmekçi olan yana bir savolimiz var idi. Ama bunu keyin qatam qo'yishga majburmiz. Chunki gap az, ishsaz bo'lish kerak ekan deb o'yladim men. Shunga bugungi program uchun men efendimga ko'pdan-ko'p rahmat. Vaqtni kontrol qilib, bu shaklda boshqalarni ko'rinmalarni ko'ndirishimiz kerak. Biz cho'qim amaliy ish bilan o'zimizningki iqtidorimizni, unumimizni haq ko'rsatishimiz kerak. Chinlik va samimiyat bizning bu programmamizningki jon tomiri. Chin yurakdan chiqqan chin so'z, amon samimiy yurakka ta'sir qilganligiga ishonamiz. Biz ish qilamiz, biz aqida qilamiz, biz ixlos qilamiz. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini mustaqillik qilgan aqida qilganlarning har qanday shaklda biz bilan hamkorlashishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Bu hamkorlik vatanimizdagi zulm chekayotgan har bir mazlumga qilingan yordam bo'ldi. Vijdonimizning aromi bo'ladi. Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun, Sharqiy Turkiston fuqarolarining jonajon manfaati uchun biz hukumatimizning ro'naq tepishini ve her taraflama hamkorligimizningki o'ngishli bo'lishiga tilakdoshlik bildiramiz. Hammanglarga rahmat. Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Allohga emanet. Xayr xo'sh. Rahmat.